Zohid aka, Ha, tinchlikmi? ana u yigit haligi tanidim. Bizni aldab tillalar meniki deb olib ketgan yigit-ku. Adashmayapsanmi? Yo'q, adashmayapman Zohid aka, aniq. Bu necha marotaba xolani oldiga mast ahvolda borib yig'lagan yigit. Ana shu yigit. Qarang. Pianistaga aylanib qopti-ya bechora. Ha? Gulnora? Gulnora? Nima bo'ldi? Bilmayman. Gulnora, yur shifoxonaga olib boraman, yur.